Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bog'liq. Bu ma'lumot pensiya jamg'armasidan kelgan bo'lib, nafaqaxo'rlarimizning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan juda dolzarb masalalarni o'z ichiga oladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa yoki yaqinda nafaqaxo'rlar bo'lsa, pensiya yoshidagi insonlar bo'lsa, iltimos diqqatingizni jamlang. Bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Chunki u sizning pensiya miqdoringizni oshirishga, haqsiz ravishda olinmay qolgan imtiyozlaringizni tiklashga yoki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam berishi mumkin. Pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan bu xabar minglab insonlarning moddiy ahvoliga bevosita qilishi mumkinligini unutmasligingiz kerak. Darhol kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing, toki ushbu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib borsin va har bir nafaqaxo'r o'z huquqlaridan to'liq xabardor bo'lsin. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tamiz. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilasizki, pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib, yangi qonunlar, qarorlar va farmonlar bilan boyitilib boradi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar pensiyaga chiqqanlarida bir marta pensiya hisoblatishadi va keyin faqat har yili inflyatsiya hisobiga indeksatsiya qilinadigan miqdordan xabardor bo'lishadi. Ammo bu butun jarayonning bir qismi xolos. Pensiya jamg'armasi tomonidan doimiy ravishda amalga oshiriladigan qayta hisob-kitoblar, yangi qarorlarning joriy etilishi, imtiyozlar va ularning qo'llanilishi haqida ko'pchilikda ma'lumot yetishmasligi kuzatiladi. Aynan mana shu jihat bugungi videomizning asosiy mavzusi hisoblanadi. Ko'plab nafaqaxo'rlar ba'zi bir davrlarda ishlagan davrlardagi mehnat stajlari yoki ish haqi ma'lumotlari to'liq hisobga olinmaganligini bilmaydilar. Yoki bo'lmasa, ular pensiyaga chiqqanlaridan keyin qabul qilingan yangi qonun hujjatlari asosida qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkinligidan bexabar qolishadi. Misol uchun, ilgari amalda bo'lgan qoidalar bo'yicha hisoblangan pensiyalar keyinchalik kiritilgan o'zgarishlar tufayli kamroq bo'lib qolishi yoki aksincha qo'shimcha imtiyozlar hisobiga ko'payishi mumkin. Lekin afsuski, ko'pchilik bu o'zgarishlardan xabarsiz qolib ketadi. Pensiya jamg'armasi har bir holatni avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqib, unga mos ravishda pensiya miqdorini o'zgartira olmaydi. Chunki bu jarayon juda murakkab va individual yondashuvni talab qiladi. Shuning uchun bugungi asosiy masala bu nafaqaxo'rlarning o'z huquqlari va imkoniyatlaridan to'liq foydalana olishlari uchun zarur bo'lgan dolzarb ma'lumotlarni yetkazishdir. Sizning faolligingiz va bu ma'lumotlarga quloq tutishingiz oilaviy byudjetingizga sezilarli foyda keltirishi mumkin. Endi esa asosiy qismi, ya'ni batafsil tahlilga o'tamiz. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Pensiya tizimidagi har qanday yangilanishlar nafaqaxo'rlarning bir necha toifalariga bevosita ta'sir qiladi. Keling, bu ta'sir doiralarini va eng muhim jihatlarini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, siz o'z mehnat stajingizni diqqat bilan tekshirishingiz kerak. Ko'pincha pensiya hisoblashda ba'zi davrlardagi ish staji to'g'ri hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Bu jarayon avtomatik tarzda emas, balki sizning murojaatingiz asosida amalga oshiriladi. Misol tariqasida ayol kishilarning o'qish davri yoki farzand parvarishlash davri shunday holatlarga kirishi mumkin. Tasavvur qiling. Bir ayol 1995 yillarda institutda o'qigan. So'ngra 1996-1997 yillarda birinchi farzandni parvarishlash ta'tilida bo'lgan. Eski qoidalar bo'yicha bu davrlar ko'pincha mehnat stajiga kirmaydi deb hisoblangan yoki hisobga olinmay qolgan. Ammo yangi qoidalar va o'zgarishlarga ko'ra ma'lum shartlar asosida, masalan, oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qish davri yoki qonunchilikda belgilangan muddat ichida bolalarni parvarishlash davri mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Agar sizning holatingizda shunday davrlar bo'lsa va ular pensiya hisoblashda inobatga olinmagan bo'lsa, siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyangizni qayta hisoblatishingiz shart. Bu holatda hatto 5 yillik staj qo'shilishi ham sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada, masalan, har oy uchun 20.000 so'mdan 120.000 so'mgacha oshirishi mumkin. Bir yil davomida bu 600.000 so'mdan 1.800.000 so'mgacha qo'shimcha mablag' degani. Bu juda katta farq, shunday emasmi? Ikkinchidan, ish haqi ma'lumotlarini aniqlashtirish ham juda muhim. Pensiya miqdori nafaqat mehnat stajiga,
balki ma'lum bir davrdagi olingan ish haqi miqdoriga ham bog'liq bo'ladi. Ba'zan eski davrlardagi ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotlari to'liq bo'lmasligi yoki noto'g'ri taqdim etilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, bir erkak 1975-1995 yillar davomida katta zavodda mexanik bo'lib ishlagan. Uning ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar arxivida faqat 1990 yillar uchun mavjud bo'lib, qolgan yillar uchun hujjatlar yo'qolgan yoki rasmiy ro'yxatga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ko'pincha pensiya jamg'armasi ushbu davrlar uchun o'rtacha ish haqi ko'rsatkichini qo'llaydi. Bu esa pensiya miqdorini kamaytirishi mumkin. Ammo yangi qoidalar yoki tushuntirishlarga ko'ra, agar shu davrdagi va shunga o'xshash lavozimdagi boshqa xodimning ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari topilsa, u asos qilib olinishi mumkin. Yoki bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga shu davrdagi boshqa ma'lumotnomalar masalan, mukofotlar haqidagi buyruqlar, lavozim o'zgarishlari, undan keyingi ish joyidagi ma'lumotlar taqdim etilsa, bu holat qayta ko'rib chiqilib, pensiya miqdori 10 yumdek hududga oshirilishi mumkin. Tasavvur qiling, agar pensiyangiz 1500 ming so'm bo'lsa, bu har oyda qo'shimcha bit etimligin 225 ming so'm degani. Uchinchidan, yangi joriy etilgan imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi kategoriyadagi nafaqaxo'rlar uchun yangi imtiyozlar joriy etilishi mumkin, lekin ular bu imtiyozlardan bexabar bo'lishlari mumkin. Masalan, qishloq xo'jaligi, pedagogika, tibbiyot sohasida ma'lum bir muddatdan ortiq ishlagan shaxslar uchun pensiya miqdoriga ma'lum foizlar qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Aytaylik, qishloq xo'jaligida 30 yildan ortiq ishlagan nafaqaxo'rlar uchun pensiya miqdoriga 5 pundlik qo'shimcha belgilandi. Agar sizning pensiyangiz ilgari bu qoida joriy etilishidan oldin hisoblangan bo'lsa, bu qo'shimcha avtomatik ravishda hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ushbu imtiyozni qo'llashni so'rashingiz lozim. Bu esa sizning har oylik pensiyangizga yana 50 ming so'm, bir yilda esa 6 ming so'm qo'shimcha mablag' degani. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan, pensiya hisoblashda ishtirok etgan, hujjatlari bilan bog'liq shubhasi bo'lgan, uzoq yillar davomida bir necha ish joyida ishlagan, shuningdek, bolalarni parvarishlash ta'tilida bo'lgan ayollar, oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qiganlar, harbiy xizmatni o'taganlar va so'nggi yillarda qabul qilingan imtiyozli kategoriyalarga kiruvchi shaxslar albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari zarur. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar sizning pensiya yig'ma jildingizda barcha hujjatlar to'liq bo'lsa, ish stajingizda uzilishlar bo'lmasa va barcha davrlardagi ish haqi ma'lumotlari aniq qayd etilgan bo'lsa, pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz va barcha yangi qonunlar hisobga olingan bo'lsa, siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Biroq shunga qaramay, har bir nafaqaxo'rning o'z pensiya jildidagi ma'lumotlarni tekshirib chiqishi zarar qilmaydi. Bu qadamni pensiya jamg'armasi xodim bilan maslahatlashib amalga oshirish mumkin. Endi esa asosiy qismning ikkinchi qismiga o'tamiz. Istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har bir qoidaning o'z istisnolari borligi kabi, pensiya tizimida ham ba'zi bir noaniq holatlar va qaltis jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha sarsonliklardan qutqarishi mumkin. Eng katta qaltislik bu axborot yetishmasligi va noto'g'ri talqin qilishdir. Pensiya qonunchiligida doimiy o'zgarishlar sodir bo'lishi sababli ba'zan pensiya jamg'armasi xodimlari orasida ham turli xil tushunchalar paydo bo'lishi mumkin. Bir bo'limdagi xodim sizning holatingizni boshqacha talqin qilishi, boshqa bo'limdagi xodim esa boshqacha tushunishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning huquqlaringizni to'liq bilishingiz va kerak bo'lsa, qonun hujjatlarining konkret moddalariga asoslanib talablar qo'yishingiz juda muhimdir. Nima uchun nafaqaxo'rlarning o'zlari faol bo'lishlari kerak? Yuqorida aytib o'tganimdek, pensiya jamg'armasi hamma narsani avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqmasligi mumkin. Bu tizimning murakkabligi, ma'lumotlar hajmining kattaligi va har bir ishni individual tekshirish zarurati bilan bog'liq. Agar siz o'zingiz murojaat qilib, ba'zi davrlarni yoki ish haqi ma'lumotlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmasangiz, siz haqli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu sizning tashabbusingiz va faolligingizni talab qiladi. Qaysi hollarda qayta hisoblash foydasiz bo'lishi mumkin? Ba'zan nafaqaxo'rlar o'z pensiya jildidagi ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqishni so'rashadi. Ammo bu ularning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun,
Agar sizning pensiyangiz hisoblangan davrda sizning ish haqingiz juda yuqori bo'lgan bo'lsa va hozirda siz qo'shmoqchi bo'lgan staj yoki ish haqi ma'lumotlari o'sha davrdagidan ancha past bo'lsa, qayta hisoblash natijasida pensiyangiz kamayishi mumkin. Pensiya jamg'armasi odatda nafaqaxo'rga zarar yetkazadigan harakatni amalga oshirmasligi kerak. Ammo shunga qaramay, barcha ma'lumotlarni diqqat bilan solishtirib chiqish kerak. Umumiy staj va maxsus staj o'rtasidagi farqlar va ularning ahamiyati. Bu juda muhim nuans. Umumiy staj bu sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida yig'ilgan ish staji bo'lib, pensiyaning asosiy miqdorini aniqlashda hisobga olinadi. Maxsus staj esa ba'zi bir kasblar yoki sharoitlarda ishlangan davrlar bo'lib, ular pensiyaga imtiyozli shartlar asosida, masalan, yosh chegarasini pasaytirish yoki pensiya miqdoriga qo'shimcha foizlar berish, chiqish huquqini beradi. Misol uchun, yer osti o'ta zararli yoki o'ta og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun maxsus staj talablari mavjud. Agar siz shunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz va bu staj to'g'ri hisoblanmagan bo'lsa, siz pensiyaga erta chiqish huquqini yoki yuqoriroq pensiya miqdorini qo'ldan boy berishingiz mumkin. Shu sababli mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni, lavozimingizni va ishlagan tashkilotingizni diqqat bilan tekshiring. Mehnat daftarchasidagi xatolar, ism sharifdagi, sana yoki lavozimdagi noto'g'ri yozuvlar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Mehnat daftarchasidagi oddiygina xato, masalan, ismingizdagi bitta harfning noto'g'ri yozilishi, tug'ilgan sanangizdagi chalkashlik yoki lavozim nomi yozilishidagi xato sizning mehnat stajingizning bir qismini tan olinmasligiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar pensiya miqdorini hisoblashda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Agar sizda shunday xatolar mavjud bo'lsa, ularni tuzatish uchun oldindan chora ko'rishingiz lozim. Buning uchun siz ishlagan tashkilotning arxiviga murojaat qilish, sud orqali dalil keltirish yoki pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Ko'pchilik bu muammoga pensiyaga chiqqanda duch keladi. Shunda uni hal qilish ancha murakkabroq bo'ladi. Shu sababli pensiya yoshiga yetishdan ancha oldin, hatto bugunoq mehnat daftarchangizni tekshirib chiqishingizni tavsiya qilaman. Elektron mehnat daftarchalari IMD va ularga o'tish jarayoni. So'nggi yillarda O'zbekistonda elektron mehnat daftarchalariga o'tish jarayoni faol olib borilmoqda. Bu kelajakda hujjatbozlikni kamaytirish va pensiya hisoblash jarayonini soddalashtirishga qaratilgan. Biroq eski ma'lumotlarni raqamlashtirishda ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, eski qog'oz mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar elektron bazaga noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman kiritilmay qolishi mumkin. Shuning uchun, agar sizning mehnat stajingizni pensiya jamg'armasi elektron mehnat daftarchasi tizimi orqali tekshirishni taklif qilsa, siz o'zingizning qog'oz mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan elektron tizimdagi ma'lumotlarni solishtirib chiqishingiz juda muhimdir. Har qanday tafovut aniqlansa, darhol pensiya jamg'armasiga yoki ish beruvchingizga murojaat qiling. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari bo'yicha muolaja. Bu turdagi pensiya ko'pincha unga haqli bo'lgan shaxslar tomonidan olinmay qoladigan holatlar kuzatiladi. Kimlar aslida pensiya olish huquqiga ega, lekin bundan bexabar? Bu kategoriyaga vafot etgan boquvchining qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan bolalar, o'qishning kunduzgi shaklida ta'lim olayotgan talabalar, ma'lum yoshgacha. Shuningdek, vafot etgan shaxsning nogiron oila a'zolari kiradi. Ba'zan oila a'zolari vafot etgan kishidan keyin qandaydir pensiya olishlari mumkinligini bilmaydilar. Yoki bo'lmasa bolalar voyaga yetgach, talabalik davrida ham ushbu pensiyani olish huquqiga ega ekanliklaridan bexabar qoladilar. Agar sizning oilangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ushbu pensiya turiga bo'lgan huquqingizni aniqlab oling. Ba'zan bu juda katta moddiy yordam bo'lishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Barcha tushuntirishlarni tinglab, o'z holatingizni tahlil qilib chiqqaningizdan so'ng sizda aniq bir harakatlar rejasi bo'lishi kerak. Qadam 1, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Bu sizning birinchi va eng muhim qadamingiz bo'lishi kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'z yashash joyingizdagi mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz mumkin. Bu eng samarali usullardan biri. Chunki siz bevosita mutaxassis bilan gaplashib, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Yoki zamonaviy usuldan foydalangan holda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali elektron tarzda murojaat qilishingiz mumkin.
Bu usul vaqtni tejaydi va uydan chiqmasdan murojaat qilish imkonini beradi. Biroq elektron murojaatda sizning holatingizni to'liq tushuntirishingiz va zarur hujjatlarning elektron nusxalarini to'g'ri ilova qilishingiz muhim. Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak? Murojaat qilayotganingizda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonini tezlashtiradi. Pasport asli va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi bu o'ta muhim hujjat. Undagi har bir yozuv sizning stajingizni tasdiqlaydi. Agar elektron mehnat daftarchasi tizimida ma'lumotlar to'liq aks etmagan bo'lsa, qog'oz nusxasi ayniqsa muhimdir. Diplom agar o'qish staji hisoblanmasa. Oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qiganlik davringizni stajga qo'shish uchun diplom asli va nusxasi kerak bo'ladi. Harbiy bilet, harbiy xizmat davri uchun. Agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, bu davr ham stajga qo'shilishi mumkin. Tug'ilish to'g'risidagi guvohnoma bolalarni parvarishlash davri uchun agar relevant bo'lsa. Ayollar uchun bolalarni parvarishlash ta'tilida bo'lganlik davrini stajga qo'shish uchun farzandlarning tug'ilish guvohnomalari zarur bo'ladi. Ish haqi ma'lumotlari to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari agar mavjud bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi so'rasa. Agar sizning ma'lum bir davrdagi ish haqi ma'lumotlaringiz pensiya g'armasida mavjud bo'lmasa, sizdan ushbu ma'lumotnomalarni so'rashlari mumkin. Ularni ishlagan korxonangizning arxiv bo'limidan yoki tegishli davlat arxivlaridan olishingiz mumkin. Bu jarayon bir oz vaqt olishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa, oldindan harakat qiling. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa. Agar siz turmushga chiqqaningizdan so'ng familiyangiz o'zgargan bo'lsa va mehnat daftarchangizda eski familiyangizda yozuvlar bo'lsa, nikoh guvohnomasi taqdim etilishi kerak. Bank rekvizitlari. Pensiya miqdori o'zgarsa, sizning pensiya kartangiz yoki bank hisob raqamingiz ma'lumotlari kerak bo'ladi. Qadam 2 ariza yozish. Ariza qanday yoziladi? Siz erkin shaklda ariza yozishingiz mumkin, ammo unda aniq talablar ko'rsatilgan bo'lishi shart. Ariza nafaqat pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman degan umumiy iborani o'z ichiga olishi kerak. Balki sizning murojaatingizning aniq sabablarini ham ko'rsatishi lozim. Misol uchun, mening stajimga 1990-1995 yillardagi oliy o'quv yurtida o'qish davri kiritilmaganligini aniqladim. Yoki 1996-1990 yillardagi farzand parvarishlash ta'tilidagi davr stajimga qo'shilishi kerakligini tushuntirishingizni so'rayman kabi aniq savollar va talablarni bayon eting. Qanchalik aniq yozsangiz, pensiya jamg'armasi xodimlariga sizning muammongizni tushunish va unga tezroq yechim topish shunchalik oson bo'ladi. Nima uchun aniq savollar berish kerak? Aniq savollar sizga to'liq va asosli javob olish imkonini beradi. Shunchaki umumiy savol berish umumiy javob olishga olib keladi. Agar siz mening stajimga falon davrlar kiritilmaganmi deb so'rasangiz, xodim bu davrlarni konkret tekshirishga majbur bo'ladi. Agar sizda bir nechta shubhali davrlar bo'lsa, ularning har birini alohida ko'rsatib chiqing. Qadam 3. Maslahat olish. Pensiya jamg'armasi xodimidan tushuntirish talab qiling. Har bir savolingizga javob olishga haqqingiz bor. Agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa, qayta so'rashdan tortinmang. Qonunchilikka asoslanib, ular sizga tushuntirish berishga majburdirlar. Agar xodimning javobi sizni qoniqtirmasa yoki sizning huquqlaringiz buzilayotgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki prokuraturaga murojaat qilish huquqingiz borligini unutmang. Yozma ravishda murojaat qilishning afzalliklari. Og'zaki murojaatlar ba'zan issiz qolishi mumkin. Shuning uchun har qanday muhim masala bo'yicha yozma ravishda murojaat qilishni tavsiya qilaman. Ariza yoki so'rovingizning 2 nusxasini tayyorlab, birini pensiya jamg'armasiga topshiring va ikkinchi nusxada qabul qilgan xodimning imzosi, familiyasi, sanasi va kirim raqamini qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarda sizning himoyangiz bo'lib xizmat qiladi. Natijalarni kutish va nazorat qilish. Ariza berganingizdan so'ng sizga belgilangan muddat ichida javob berilishi kerak. Bu muddat odatda 15 kundan 1 oyga qadar bo'ladi. Bu davr mobaynida o'z ishingizni nazorat qilib boring. Agar javob kechiksa yoki sizni qoniqtirmasa, yuqori organlarga shikoyat qilishdan tortinmang. Shuni unutmangki, bu sizning haqingiz va sizning kelajagingiz. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda nafaqaxo'rlarimiz uchun pensiya jamg'armasidan kelgan juda muhim ma'lumotlarni batafsil tahlil qildik.
Pensiya bu har bir insonning munosib qariyalik davrini ta'minlovchi kafolatdir va siz hech qanday imtiyoz yoki qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lmaslik uchun faol bo'lishingiz muhim. Hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Savollar bering va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha o'z savollaringizni, tajribalaringizni, ayniqsa pensiyani qayta hisoblatishda duch kelgan holatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tajribangiz boshqa ko'plab insonlarga yordam berar. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizning huquqlaringiz va farovonligingiz uchun muhim ma'lumotlar bilan muntazam bo'lishib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.